G7 davlatlarning savdo ministrlari majburiy emgak masalasi to'g'risida birlashma bayonot e'lon qildi. Bu Xitoy hukumatining uzundan buyon Uyg'urlarga qilgan nachar muomalasining bir qismi. Ministrlar juma kuni yig'indan keyin birlashma bayonotida mundaq dedi. Biz shuni ta'kidlaymizki, qoidalarni asos qilgan ko'p taraflik savdo sistemasida majburiy emgak qilishga o'rin yo'q. Xitoy qonun ma'qullab, chegaradan qonunsiz o'tganlarga qarshi qurol ishlatishga yo'l qo'ydi. Janubiy Xitoy attiganlik gazetining xabariga qaraganda, Xitoy qonun chiqarish doimiy komiteti mamlakatli xalq qurultiyi tasdiqlagan yangi chegara bexatarlik qonuni 2020 yili 1-yanvardan boshlab yo'lga qo'yildi ekan. O'zbekistondagi saylovchilar saylamga qatnashib, davlatni 5 yil boshqaradigan yangi prezidentni bekitdi. Prezident Mirzayevni o'z ichiga olgan 5 kandidat saylamga qatnashyapti. 2016 yili 9-oyda davlatni 27 yil boshqargan tunji prezident Islom Karimov vafot bo'lgandan keyin prezident saylami shu yili 12-oyda o'tkazilgan dastlabki saylamdan keyin tunji qatim o'tkazildi. Serbiyaning sharqidagi muhit asrag'uvchilar va Bor shahri aholilari Xitoy boshqaradigan miskinining muhitga texmo ziyon yetkazishidan ansiraydiganligini aytdi. Bor shahridagi kishilar bulg'angan havo va suvga qarshi namoyish qilayotganda Borning cho'ng tipdagi mis qazish va tavlash zavodini boshqaradigan Xitoy kon sherkiti Zijin rayonidagi tijoratini kengaytirdi. Ozarbayjon ozod qilingan tuproqdagi tunji cho'ng turning ochildigan kunlarini sanab turmoqda. Feyzoli xalqaro aerodromi Prezident Recep Tayyip Erdo'g'anning qatnashishi bilan ochildi. Aerodrom 14-yanvar selingan bo'lib, 124 gektar yerga selingan. Aerodromning uzunligi 3 kilometr, kengligi 60 metr keladigan cho'ng uchish yo'li bor. 2022 yilda qishliq olimpik tanharakat musobaqasining Beyjingda o'tkazilishi uchun Angliyaning poytaxti Londonda namoyish o'tkazildi. Shangonliklar, Tibetlar, Uyg'ur musulmonlari va Yahudiylar Trafalgar maydoniga yig'ilib, Xitoy Xalq Jumhuriyatining osonlik millatlarga qaratgan siyosiy sababidan qishliq olimpik tanharakat musobaqasini irqiy qirg'inchilik deb tasvirladi. G'arbiy Afrika davlatlarining biri bo'lgan Nigeriyaning Rivers shtatidagi qonunsiz neft ayirish zavodida kam deganda 25 odam qazo qildi.